Qadim zamonda bir shaharda juda boy, ammo o'ta xasis bir odam yashar edi. Uning boyligi sanoqsiz edi. Oltin, kumushga to'la sandiqlar, yerlar, do'konlar, omborlar. Lekin shu qadar boy bo'lsa-da, uning qalbi kambag'al edi. Uning uyidan hech qachon sadaqa chiqmas. Eshigi oldida och qolgan kambag'alni ko'rsa, ko'zini olib qochar, hatto salom berishdan ham qochar edi. Men mehnat qildim, nima uchun boshqalarga berishim kerak, der edi u doimo. Bir kuni shaharga bir taqvodor donishmand kishi keldi. U odamlarga nasihat qilar, qalblarini yumshatib, oxiratni esga solar edi. Odamlar uni tinglab yig'lar, tavba qilar, bir-biriga mehrli bo'lar edilar. Bu xabar xasis boyning qulog'iga ham yetdi. Ammo u masxara qilib, bu gaplar kambag'allar uchun, menga kerak emas, dedi. Shu kechasi boy g'alati tush ko'rdi. Tushida u o'zini qorong'u, tor joyda ko'rdi. Havo og'ir, nafas olish qiyin edi. U atrofiga qarasa, bu qabr edi. Qo'lida oltinlari bor, lekin ular toshdek og'irlashib, uni bosib turar edi. U qichqirdi: "Yordam bering, oltinlarimni oling, faqat meni qutqaring." Lekin hech kim javob bermadi. Faqat bir ovoz eshitildi: "Sen dunyoda hech kimga yordam bermading. Endi senga kim yordam bersin?" Boy qo'rqib uyg'ondi. Yuragi qattiq urar, peshonasi terga botgan edi. Lekin u bu tushni ham oddiy qo'rquv deb o'ylab, yana o'z odatiga qaytdi. Oradan kunlar o'tdi. Bir kuni shaharda qattiq ocharchilik boshlandi. Odamlar nonga muhtoj bo'ldi. Kambag'allar boyning eshigi oldiga kelib, "Iltimos, ozgina yordam bering, bolalarimiz och", deb iltijo qilishardi. Boy esa eshikni qattiq yopib, "Men omborimni sizlar uchun ochmayman", dedi. Shu kunning o'zida boy qattiq kasal bo'lib qoldi. Tabiblar keldi, dori-darmonlar qilindi, lekin foyda bermadi. U yotog'ida yotib, nafasi qisqarib borardi. Oltinlari yonida, ammo bir og'iz tasalli so'z yo'q edi. O'sha donishmand kishi uning holidan xabar topib, oldiga kirdi va dedi: "Sen boy eding, lekin boyliging seni qutqara olmadi. Chunki sen uni qalb bilan emas, qulf bilan saqlading." Boy ko'z yosh to'kib, "Endi tushundim, ammo kech emasmi?" dedi. Donishmand javob berdi: "Tavba qilishga tirik ekansan, kech emas. Ammo bilib qo'y, boylik berib qoldirilmasa, u guvoh bo'lib qoladi." Boy qo'li bilan ishora qildi va oxirgi kuchi bilan, "Omborlarimni ochinglar, kambag'allarga beringlar", dedi. Shu so'zlar bilan u jon taslim qildi. Oradan vaqt o'tib, odamlar u boy haqida emas, balki uning xasisligi qanday halokatga olib kelgani haqida gapira boshlashdi. Uning oltinlari tarqab ketdi, lekin nomi ibrat sifatida qoldi. Xulosa: boylik, sinov uni bergan bilan barakatli bo'ladi. Xasislik qilinsa esa, u insonning dushmaniga aylanadi.